Qo'shni yaxshimisiz? Kelin yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ukam uydamidi? Ukangiz ishdalar. Sizga o'xshab vaqtidan kela olmaydilar. Bizning yerimiz ishlaydilar. Ukangiz uyda emaslar? Kelsa ayting, uchrashishdan ishim bor edi. Kelin, ketgancha ovqat qilganmidingiz? Ovqat qilmadim. Agar ovqat kerak bo'lsa, ana muzlatgichdan masalliq o'zingiz tayyorlab oling. Ha, aytgancha, idish tovoqlarni yuvish esingizdan chiqmasin. Nima endi men sizlarga ovqat qilib berishim kerakmi? Ovqat qilib beringmi? O'zing qil kerak bo'lsa. Yedirib qo'ygan Xudo qo'ygan sanoq yo'q. Allohning hamd sanosi uchun o'zimiz tasavvur qilib ketin yorisiz bo'lsin. Voy aka, men turganda siz yig'ishtirmaysiz-ku, bering kosani. Bersiz-chi aka. Endi yordamim tegsin dedim. O'zi qiladi. Yo'q aka. Endi uyimizning kattasi bo'lsangiz, xijolat qilmang akajon. Aka, qalay ishlaringiz yaxshi bo'lyaptimi hammasi? Rahmat. Xudoga Yaxshi. Hali ham kechamasdan aka, balkim men bilan birga ishlarsiz. Ish qidirib charchamadingizmi aka? o'zimga mos joydan chiqib qolar, xudo xolisa qarab yuraman. Ha, mayli. Bo'lmasa aka, meni qiladigan ishlarim bor edi birikda. O'shalarni qilib olaman, inshaalloh. Keyin bir ko'rishamiz aka. Xo'p, aka. Yaxshi borib kel. Xo'p. Mayli, adasi yaxshi boring. Endi ukangizlarning oldida o'zingizni ko'rsatdingiz-da. Yaxshi qildingiz. Meni yomon ko'rsatmoqchi bo'ldingiz-da. Ukangizlar ketgandan keyin yig'ishtirsangiz bo'lardi. Amin. O'zi shunaqa akangizlarga har doim meni yomon ko'rsatgan. Babi seni yo'qotaman qarab turgan. O'tgan safarga o'xshab dazmol kuydirib qo'ymay. O'tgan safar kuydirib qo'ydingiz, indamadim. Ukangiz olib kelib berdilar. O'zichi foydangizdan ko'ra zararingiz ko'p tegadi bu uyga, bilasizmi? Har safar siz zararingizni ukangiz qoplavermaydilar-yu. Bizga sal qayishing, hech bo'lmasa foydangiz tegmaydi. Qayishish kerak oilaga. Qachon qarama faqat zarar keltirganingiz keltirgan. Har safar siz uchun dazmol olib kelib qo'yamizmi endi? Hech bo'lmasa o'zingiz foydalanadigan narsani olib keling. Yanachi bu gaplarimni ukangizlarga aytib bermang. Endi ehtiyotkor bo'lib ishlating deyman-da, akajon. Adasi, shu yerdamidingiz? Sizda gapim bor edi. Kelur, televizor ko'rib o'tirdim. Adasi? Akangizlar ish topdilarmi? Akam endi ish qidiryapti hozir. Hech bir ko'ngliga mos keladigan ish topa olmayapti. Menimcha, hali beri topmaslik kerak-a? Adasi, bitta taklifim bor-da. Akangizlarni uylantirib qo'ysangchi? Endi yoshlari ham katta ham. Uylantirish? Yaxshi fikr. Endi qanaqa qarar ekan akam, buni o'ylayapman deyman. Uylantirsak-da, keyin ularni alohida chiqarsak. Nima? Yo, endi ular yangi oila bemalol yashashadi, adasi. Nima deyapsan sen? Qanaqa bemalol yashaydi, qanaqa yangi oila? Katta hovlida bemalol yashab bo'lmaydimi? Ha, to'g'ridagi uyni qilib bersa, bemalol yasha olmaydimi? Ha? Yo'q, men. Katta uyga sen bilan men sig'gan, akam bilan keyin sig'maydimi? Yo'q, men endi ularga yaxshi bo'lsin deb aytolmadim. Sen yaxshi bo'lsin ham deyotganing yo'q, bu g'alati gapni gapiryapsan hozir. O'zing sezorsan,
ko'chaga olib chiqib qo'ying demayapman. Uyolib chiqaraylik. Hech qanaqa uy olib chiqarmaymiz. Tushundingmi? Gap tamom vassalom. Xullas, men shu uyda akam uylanadi. Men shu uyda bitta oila bo'lib, hammamiz katta oila bo'lib yashaymiz. Tushundingmi? Bitta dardi sar ikkita bo'lar ekanda. Nima bo'lar ekan? Yaxshi deyman, adasi. Ben yana pul topib berib bor. Ana hamja ezida bitta narsani qaytarib. Mana. Aka, hormang. Akam, kel. Charchamayapsizmi? Rahmat. O'zing charchamadingmi? Ha, rahmat. Zo'rmisiz? Qanaqasan o'zing? Ha, xudoga shukr. Kun qalay o'tdi? Issiqda gapirmasa hammasi yaxshi. Aka? Balki o'ylab ko'rarsiz, hali ham kecha emas shu birgalikda yurg'izaylik shu biznesni aka. Bir o'zim ham qiynalmayman uni ustiga. Bitta-ikkita joydan ish chiqyapti, xudo xolasa. O'shalar hal bo'lib qolsa, o'shalarga ishga kirib ketaman. Ishga tushib ketishingizga anaqam yo'q, shubham yo'q aka. Faqat mana shu biznesim rivojlanish uchun ancha ter to'kdingiz-da aka. Endi mana ko'tarilganda yo'q deb oyoq tura olasiz. Keling birga ishlaylik, shu narsani birga yurg'izaylik. Bu meni biznesim, sizning biznesingiz-ku. Meni yonimda qanoat bo'lib turasiz menga. Uni ustiga bilasizmi aka, shuncha kuch sarfladingiz mana shu meni biznesim o'xshash uchun. O'zingiz bankrotga ham kirib ketdingiz-da aka. Men senga ishonaman. Sen o'sha ishni uddalab ketasan. Men yoningda qanoat bo'lib turaman. Qaliga balki bir yangi hayot ham qilib ko'rarmisiz aka? Nima deysiz? O'zing ko'rding-ku, bu o'tgan ishlardan keyin odam ham qo'rqib qoldi. Bo'ldi endi aka. Sabri ham tegib bor ozgina. Qo'ykan, yaqinda ishlarim yaxshi bo'lib ketsa, uy olib tushib ketaman, sen ham tinch yashaysan. Bu nima deganingiz aka? Siz chiqib ketsangiz men qanaqa qilib tinch yashayman? Qatladadar yashab yursangiz men tinch yashay olmayman. Mana shu yerda ikkalamiz xudo xolasa bir oila bo'lib yashaymiz. Boshqa ishlarni qo'ysangizchi birgalikda haligi biznesni yurg'izaylik. Mana shu biznes o'xshashi uchun o'zingizni barcha sarmoyangizni tikib yo'q qilib yubordingiz. Endi ishlar o'xshaganda oyoq tira olmang, birgalikda ishlaylik. Bitta yaxshi qizni topib shundoq Allohga tavakkal deb uylantirib qo'ysaymikin sizni, o'ylab turdim shu narsani. Inshaalloh taqdirimda nima bo'lsa o'sha bo'lar. Akaning bilan siz ikkalangizni bir chet el-petilga jo'natib, aylantirib dam olishga jo'natib yuborardim aka. Bo'lmasa aka ish qidirib ko'rgan bo'lsangiz, o'xshab qolsa yaxshi. Agar o'xshamasa men bilan birga ishlaysiz, bo'ptimi? Kelishdik. Sen qilamiz ekan. Bo'pti aka. Men bo'lmasa ketdim aka. Ishxonaga o'tib kelay. Omading bersin. Bo'pti aka, o'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat aka. Alo, assalomu alaykum. Yarim soatdan keyin telefon qiling degan edingiz, ish bo'yicha qotgandim. Yo'q. Odam bo'ldinglarmi? Mayli, uzr vaqtingizni olganingiz. Alo, assalomu alaykum. Ish bo'yicha telefon qotgan edim. Diplomim bo'lsa, menejerlikni tugatganman. Uzrimda. Hali ham o'tiribsizmi? Menga qarang, siz meni ataylab asabimga tegyapsizmi? Ha? Bunda ukangizga yordam bersangiz bo'lmaydimi? Siz alohida chiqib ketsangiz bo'ladi-yu. Joningizga tegmadimi bekorchilik? Ha? Qachongacha? Sizni debchi qarindoshlarim ham kela olmayapti. Uyat bormi? Bet bormi? Bu uygacha foydangizdan ko'ra zararingiz ko'p degan, bilasizmi shuni? O'zichi kenayimlar ham sizni bekorga tashib ketmagan ekanlar-da. Kela. Iltimos, bo'ldi qiling. Voy, tushunmadim. Meni uyimda menga jahl qilyapsizmi? A? Shuncha yil sizni boqqanimiz rahmatimi bu? Hali urarsiz-mi? Hozir ukangizlar kelsa aytib beraman. Tekin tomoq. Adasi, akangiz menga baqirdilar, o'zlaridan o'zlari baqirdilar.
Har safar ishga ketganingizda menga yomon gapiradilar. Men hech narsa qilmasam. O'tgan safarchi adasi kiyimlarini dazmol qilib beruvdim. Yaxshi dazmol qilmabsiz deb menga otib yordilar. Ovqat qilib bermaysiz deb janjal qiladilar. Adasi, jon adasi, chiqib keta qolsinlar. Uyda yo'ligingizdachi menga shunaqa baqiradilar, qo'pol gapiradilar. Adasi bilasizmi, o'sha kuni meni urmoqchi. Men chiqib keta qolay. Uy olib chiqib ketaman men. Sana oilangni buzmay, meniki buzilgan yetadi. Sen ham tinchgina yasha. Yaxshi. Ketadi. Ha, ketsinlar. Menga bunaqa odam kerak emas adasi. Faqat siz bilan meni oramizni buzmoqchi bo'lgan. Men bu xotin ketadi, aka. Narsalaringni yig'ishtirganda ko'zimga umuman ko'rinmagan, tushundingmi? Menga sendagi aka-ukaning o'rtasini buzadigan ayol umuman kerak emas. Tushundingmi? Narsalaringni yig'ishtirib ket.